Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam oxirgi 10 kunligida oilalarini uyg'otardilar kechasida. Turinglar. Oxirgi 10 kunligida g'animat bilinglar degan ma'noda ularni uyg'otardilar. O'zlari ham mana shu 10 kunda e'tikof o'tkazishlikka, shu kunlar tunlarida qattiq ibodat qilishlikka harakat qilardilar. Sababi bu kunda Laylatul Qadrning borligi edi. Bugun sizlar bilan mana shu bir oz bo'lsa-da Qadr kechasi haqida eslamoqchimiz. Ramazon oyining eng fazilatlaridan bittasi mana shu Qadr kechasi azizlar. Laylatul Qadr degani qadrli kecha degani. Ulamolar bu ma'noni berganlarda bir xilgilar aytadiki, qadr so'zdan olingan. Ya'ni bu kecha juda qadrli bo'lganligi uchun Laylatul Qadr desa, ba'zi birlari bu kechada qadarlar hal bo'ladi, taqdirlar hal bo'ladi. Yillik. Shuning uchun Laylatul Qadr deganlari ham bor. Bu shu darajada qadrli, shu darajada fayzliki, Qur'oni Karimda Alloh o'zi aytganidek, "Xayrun min alf shahr." 1000 oydan yaxshiroq. Rivoyat qilishadiki, Ibn Abu Xotimdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni Bani Isroil payg'ambarlaridan Ayub alayhissalom, Zakariya alayhissalom, Huzayqil va Yush'a ibn Nun alayhissalomlarni zikr qilib o'tdilar. Ularni ibodatlarini, ularni taqvolarini aytib o'tdilar. Va sahobalarga qarab, ular Allohga 80 yil ibodat qilganlar va bu muddat davomida bir ko'z ochib yumguncha ham gunoh ish qilmaganlar deb aytdilar. 80 yil yashagan ekanlar. Ko'zini ochib yumgun darajada ham gunoh qilmagan. Shunaqa oz vaqtda ham. Mana shuni maqtadilar. Shunda ummat Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalar shunday bir ajablanib ketdilar. Shunaqa bir orzulanib ketdilarki, qani edi biz ham shunday qila olsak. Boshqa bir rivoyatda avvalgi ummatlarning umrlarini uzoq bo'lishligi haqida xabar berildi sahobalarga. Avvalgi ummat juda ham uzoq umr ko'rganlar. Tabiiyki, umrini ibodatga bag'ishlagandan keyin uzoq umr ko'rganlarning amal daftariga yoziladigan yaxshiliklari ham ko'p bo'ladi. Sahobalar aytdilarki, bu avvalgilar 1000 yil yashagani ham bor ekan. Ertaga qiyomatda ularning daftarlari to'lib ketsa, bizniki ozgina bo'lsa, ozgina umrimiz bo'lsa deb o'yladilar va ularning hayotlaridan, ibodatlaridan ajablandilar. Shunda Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamning huzurlariga Jibroil alayhissalom buyuk farishta keldilar. Rasulimiz alayhissalomga kelib aytdilarki, ummatingiz shundan ajablanyaptilarmi? Mana shu 80 yil umr ko'rganidan, 80 yil ibodat bilan o'tkazganidan ajablanyaptilarmi? Alloh taolo sizlarga undan ham ko'ra yaxshirog'ini ato qildi deb Qur'oni Karimdagi surani nozil qildi. Qadr surasi. Estaizu billah. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alloh taolo bizga xabar beryapti. Biz Qur'oni Karimni Qadr kechasida nozil qildik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Qadr kechasi nima ekanini sizga ne ham anglatur. Ya'ni siz qayerdan bilasiz? Qadr kechasi nimaligini bilasizmi? Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. U 1000 oydan yaxshiroqdir deyapti azizlar. 1000 oydagi to'xtamasdan yuqorida qilingan gunohsiz ibodatlar qilinadigan kundan yaxshiroqdir. U kechada farishtalar va ruh, ya'ni Jabroil alayhissalom Parvardigorning izni ila yil davomida qilinadigan ishlar rejasi bilan osmondan yerga tusharlar. U kecha tong otguncha salomatlikdir dedi. Shundan keyin Jabroil alayhissalom bu sizni ummatingizga ajablangan narsadan ko'ra afzalroqdir deb aytdilar. Mana bu kecha azizlar Qadr kechasi. Demak, bizga mana shunday bir ulug' kunda nasib qilyapti ekan. Qadr kechasini
qadrliligini hozir aytib o'tganimizdek, eng birinchi bu kechada Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Alloh taolo Qur'ondek buyuk kitobini yer yuziga nozil bo'lish kunini Qadr kechada qabul qildi. Qadr kechani tanladi. Bu kechada yer yuziga Qur'on nozil bo'ldi. Bu kechada 1000 oydan yaxshiroq, ya'ni shunday bir umr bersaki 83 yil 4 oyini biz faqatgina ibodat bilan o'tkaza olishligimiz imkoni yo'q. 83 yil 4 oy bo'ladi. Hech o'rnimizdan turmasdan faqat ibodat bilan o'tkazishlik bu amri mahol narsa. Lekin Qadr kechasida qilinajak ibodat mana shu 83 yil 4 oy qimirlamasdan qilingan ibodatni fazilligini beradi. Buning uchun Qadr kechani topish kerak. Albatta Qadr kechani fazilatlariga umid qilib, shu kechada harakat qilgan har bir inson bu qilingan va'dani savobini topacak. Rasulimiz alayhisolatu vassalam Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Imom Ahmad rivoyat qildi, aytadilarki: "Lillahi fihi laylatul khayr min alf shahr. Man hurima khayraha faqad hurima." Allohga qasamki dedilar payg'ambarimiz alayhisalom, Ramazon oyida 1000 oydan afzalroq bir kecha bor. Kim uni yaxshiligidan mahrum bo'lsa, shubhasiz juda ko'p narsadan mahrum bo'libdi dedilar. Qadr kechasini fazilatidan mahrum bo'lish degani o'sha kechalarda g'aflatda o'tkazish. Yana bir hadisda Rasulimiz alayhisalom Imom Buxoriydan rivoyat qilinadi bu hadis. Aytadilarki: "Man qama laylatul qadri imanan ihtisaban va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Kim Qadr kechasini kechalarini iymon bilan, ihtisob bilan, ixlos bilan o'tasa, uning shu kechaga qilgan, shu kungacha qilgan gunohlarini hammasi mag'firat qilinadi. Azizlar, bunaqa imkoniyat bo'lavermaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Rasulimizning hadislariga zarracha shubha qilgan odam u nifoq bo'ladi, uni alomati. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan sahih hadis keltirilyapti. Imom Buxoriyda u zot aytibdilar: "Kim Qadr kechasini iymon bilan, haqiqatda Alloh taologa ixlos bilan ibodat qilib o'tkazar ekan, shu kungacha qilgan gunohlarini hammasi o'chirilib ketadi" deyapti. Hammasi. Nimaga g'aflatdamiz? So'rayapti bizdan, domla, Qadr kechasi qachon? 26 dan 27 ga o'tar kechasi bu akid deb aytilmagan, ya'ni aniq. Lekin bor hujjatlar bilan necha yillardan beri 26-27 deb kelamiz. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari oxirgi 10 kunligini izlaylar dedilar. Meni o'ylashimcha azizlar, buni har kunini izlagandan ko'ra imkon qilgan odam shuncha gunohimizni o'chirish va'dasini berar ekan, mana shu 10 tunini ibodatga bag'ishlab qo'yaylik. Qachonligini tortishib o'tirgandan ko'ra, bu kun ekan, u kun ekan degandan ko'ra, shu kunlarni ibodat bilan izlaylik. Axir bunaqa imkoniyat doimo berilmas ekan-ku. Agarki 10 ta xonani ajratib, 10 ta xonani har biriga dunyo boyligini to'ldirib qo'ysa, hozir mana shu 10 ta xonada $1,000,000 bor bittasida desa, hammasiga kirib chiqamiz. Shuni olish uchun. Hatto topganimizdan keyin ham kiraveramiz yana bormakin-a deb. Dunyo. Lekin hozir Alloh taolo hamma gunohlarimizni kechirishlik, yilda bo'ladigan taqdirimizni hal qilishlik amri bilan shunday bir ulug' kunni berib qo'ysa, nima uchun ayni bir kuniga suyanib qolishimiz kerak? Harakat qilish kerak. Ibodatlar, duolar, istig'for, tavba ila o'tkazmoqlikka. Mana shu kunlarini Alloh azza va jalladan so'rash kerak. Qadr kechasi Ramazonning nechanchi kechasi ekanligidagi tortishuvlar bir necha yillardan beri davom etadi. Lekin ko'p
mana men aytib o'tganimdek ana shu Qadr kechasini ayni oxirgi 10 kunlikdan izlashligini Rasulimiz alayhisalom o'zlari aytdilar. Taharraw laylatul qadri fil vitri min al-ashr al-awakhir min Ramazon dedilar. Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunligi va toq kechalaridan izlanglar dedilar. Toq kechalari. Mana 26 dan 27 ga o'tar kechasi toq. Mana shunaqa toq kechalarda izlanglar dedi. Bu hadisni Shayxayniylar, ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qildilar. Demak, Qadr kechasidagi juda ko'p dalillar shuni ko'rsatadiki, Laylatul Qadr kechasi bu ayni bitta kunda emas. Ammo ko'p sahobalar 26 dan 27 ga o'tar kechasini dalil qilib aytishgan, qat'iy aytganlari bor. Chunki Rasulimiz alayhisalom o'sha kechada bo'ladigan, o'sha tunda bo'ladigan alomatlarni aytganlarida sahobalar o'sha alomatni payg'ambarimiz alayhisalom davrlaridan bir necha marotaba kuzatganlardan kelib chiqib aytadi. Ilmiy yondashganlari bor, hadisga tayanganlari bor va shu orqali aksar holatda 26 dan 27-kechaga o'tishi deb aytilgan. Endi buni ustida ko'p ilmiy ishlar qildi ulamolar, buni izlandi. Lekin juda ko'p ustozlar, yurtning eng oxirgi allomalarining gaplari butun xalqqa bu borada tortishmasdan oxirgi 10 kunlikni qidirishni aytiladi. Ammo 26 dan 27 ga o'tar kechasi yanada kuchaytirish. Chunki ko'pchilik bunga fatvo bergan. Ana shu nuqtai nazardan bu kunda azizlar ibodat bilan, yaxshilik bilan o'tkazishlikka tayyorlanish kerak. Birinchidan biz mana bugundan boshlashimiz kerak. Tayyorgarlik ko'rishdi. Qanday qilib? Qadr kechasiga hamma tomonlama tayyorlanadi. Ham ma'naviy tayyorlanamiz, ham boshqa jihatidan. Ma'naviy tayyorlanish degani nima degani? Qadr kechasida ana tanazzalul malaikati va ruh dedi oyat karimada. Osmondan farishtalar tushar ekan. Farishtalarni sonini, adadi haqida aniq ma'lumot hech kim bera olmaydi. Bu yerda osmondagi hamma farishta tushadi deyapti Qur'onda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan farishtalar adadini so'raganlarida aytganlarki, men Me'rojga chiqqanimda Baytul Ma'murda, ya'ni avvalgi baytni osmonga olib chiqib qo'ygan bilasizlar. Baytul Ma'murda farishtalar tavof qilayotganini ko'rdim. 70 ming farishta tavof qilib navbat kutib turar ekan. O'shini tavof qilganlardan keyin ular qayta borib yana navbatga turar ekan. Tavof qilishlik uchun to qiyomatgacha navbat kelmaydi dedi. Shunaqa darajada farishtaning soni adadi ko'p, Alloh biladi. O'sha kuni yer yuziga tushadigan farishtalarning adadi yer yuzidagi qum zarrachalardan ham ko'p deganlar. Butun yer yuzi farishtaga to'ladi. Jabroil alayhissalom ham tushadilar. Jabroil alayhissalom bi idni robbihim, Allohning izni bilan tushadilar. Payg'ambarimiz alayhissalom olamdan o'tganlarida Jabroil alayhissalom endi men qaytib yer yuziga tushmayman, magaram Allohning buyrug'i bilan tushaman degan edilar. Chunki Jabroil alayhissalom vahiy olib kelardilar. Xotaman nabiy, payg'ambarlarning oxirgisi olamdan o'tganlaridan keyin endi vahiy to'xtadi. Endi Jabroil alayhissalom yig'lab aytdilar, endi men tushmayman, magaram Alloh aytgan kunda tushaman dedi. Mana shu Qadr kechasi bo'ladi. Jabroil alayhissalom osmondan hamma farishtani yer yuziga birga olib tushadilar. Ertalabga qadar ular duoda turadilar. Ertalab bo'lganda hammalari osmonga ko'tariladi. Duolari nima bo'ladi? Shu kuni ibodat qilib duo qilganlarni duosini qabul qilishligini so'rab Allohga duo qiladi. Men tayyorgarlik ko'rish deganda mana shu jihatlarni e'tiborga olib aytayapmanki, hozir uyingizda ozgina bir marosim ihson qilsangiz,
bir oy uni ta'mirlashni boshlaysiz. Tozalashni boshlaysiz. Axlatning chiqindilarini olasiz. Mehmonlar agar noziyroq mehmon, amaldorroq mehmon bo'lsa bormi? Jonimizni beramiz. Lekin farishtalar tushar ekan azizlar. Uyimizni pokiza qilaylik. Farishtalar nopok joyga tushmaydi. Farishtalar nopok joyga tushmaydi azizlar. Pok joyga tushadi. Uydan pokizaligini barpo qilish kerak. Axlatlarni olib, ko'chalarni, ko'cha-ko'ylarni hammasini tozalab, shunday bir ulug' mehmonlar kelishiga tayyorgarlik ko'rish kerak. Uyingizga shu muhitni olib kiring. Farzandlarimiz, nabiralarimizni qalbida shu muhabbat tursin, ularga aytaylik. Bolalarim, oxirgi 10 kunlik boshlandi. Osmondan shuncha ko'p farishta tushadi. Bunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Uyimizni pokiza qilaylik, tozalaylik, o'zimizga qaraylik. Farishtalar behayo joylarga kirmaydi. O'zimizni, hayoyimizni, libosimizni, kiyinishimizni hammasini hisobga olaylik deb oilada mana bu narsani aytishimiz kerak. Kutsin bolalarimiz. Shu kuni farishtalar kelib duo qilar ekan. Hammani haqqiga. Tong otganda salamun hiya hatta matla'il fajr. Salomlar bo'lsin to bomdodga qadar deb. Ertalab Jibril alayhisalom hamma farishtalarga yuringlar osmonga. Ketdik. Hammani bugun duosi qabul bo'ldi. Ammo lekin 3 kishining duosi qabul bo'lmadi. Kimida bu? Aql validayn, ota-onasiga oq bo'lgan odamning duosi qabul bo'lmaydi. Mudminul xamr, aroq ichishlikka mukkasdan berilib ketgan. Alloh kechirsin, hatto Ramazonda ham ichib yurgan. Duosi qabul bo'lmaydi. Qotiur rahm, qarindosh urug'idan aloqasini uzib yuborgan. Mana shu 3 toifa odam bugundan tavbasini boshlab tayyorlanish kerak. Ota-onasiga oq bo'lgan odamning duosi hatto shu kuni ham qabul bo'lmas ekan. Hozir yoshlar o'tiribmiz. Agarki men savol bersam edim, ota-onangiz sizdan norozi bo'lganmi? Oq degani bu kesib yuborish degani rishtani. Desamki, yoshlar qo'lingizni ko'tarib yo'q deysiz. Chunki biz ota-onalar shundaymizki, hech qachon bolamiz ranjitsa ham sendan rozi emasman demaymiz. Buni biz ota-ona bo'lganda bilamiz ekanda. Yoshlikda bilinmas ekan. Ota bo'ling, bobo bo'ling, har bir harakatiga e'tibor berib kechirib qo'yaverar ekan. Harakatimizni qilyapmiz, otamiz, onamiz bizga nisbatan senga rozi emasman, seni oq qildim demayapti. Biz o'ylayapmizki, men ota-onasini rozi qilganlar qatoridaman. Qiyomat bo'ladi. Aql validaynlar, ota-onaga oq bo'lganlar alohida qilinadi. Chunki ularda hisob kitobi ham yo'q. Hamma qilgan amali habada. Ro'yxat bor. Xuddi hozirgidek ro'yxatning ichida nomimiz chiqib qolsa, qanday qilib da'vo qilamiz? Axir otam menga oqsan demagan edilar u. Onam bu gapni aytmagan edilar u. Qanaqa adolatsizlik bu? Nega endi men ota-onasi oq bo'lganlar ro'yxatida bo'lishim kerak? Ammo lekin bilmaydiki, bu dunyoda bizni ogohlantirgan. Esdan chiqarmaylik. Kim ota-onasini yig'latib ko'zdan yosh chiqarib qo'ygan bo'lsa, oq bo'lganlar ro'yxatiga tushadi. Ota-onangizni yig'latib qo'yganingiz bo'lsa, uzr so'rab oling. Shart emas aytishligi. Bilingki, ba'zida otalar ayniqsa ko'z yoshini tashqariga emas, ichkariga chiqarib yig'laydilar. Bildirmaydilar. Siz otangizning yuziga qarab, siz nima qilib qo'ydingiz menga deb bir do'q qilganingizda, yoki bolam mana bu ishlarni qilmagin desa, ishingiz bo'lmasin. U sizning davringiz emas hozir. Siz yashagan davr bilan bu davr boshqacha. Siz qayerdan bilasiz degan mahallingizda otangizni ko'z yoshi ichiga oqayotgan bo'ladi. Tashqariga chiqarmasdan. Ona ko'z yoshini tashqariga chiqarib yig'laydi. Chunki u mehrli.
u bolasidan norozi bo'lishni xohlamaydi. Bolasi ranjitgani uchun yig'laydi. Bolam gunohkor bo'lib qolmasin deb yig'laydi. Lekin bugun imkoniyatingiz bor ekan. Ota-onangizdan Qadr kechalari boshlangan tunda uzr so'rab oling. Uzoqda bo'lsa, imkon qadar bo'lsa boring ziyoratiga. Bo'lmasa aloqa vositasi orqali bo'lsa ham chiqing. Otajon, onajon, men sizni sevaman. Jonim fido bo'lsin. Mabodo xafa qilib qo'ygan bo'lsam, meni kechiring. Bir erkak farzandingizman-da, uzrimni qabul qiling. Sovg'a bering. Hadiya bering. Qo'lingizdan hech narsa kelmasa peshonasidan o'ping. Ota-ona uchun sizni pulingiz kerak emas, mehri kerak. Bir bag'ringizga bosib qo'yishligingiz uchun sizni hamma qilgan beodobligingizni kechirib yuboradi. Bir bora bag'ringizga bosib yuzlaridan o'pib, "Meni kechiring" deb qo'yding, hamma narsani unutadi. Lekin ba'zi badbaxt farzandlar shuni ham qilmaydi-da. Ammo Laylatul Qadrni izlab yuradi. Qachon ekan deb. Buni qidirish kerak birinchi. Qolgan ikki toifa kishilar ham bugun tavba qilish kerak. Ichuvchi bo'lsa tashasin. Tavbaga kirishsin, g'uslini qilsin, Allohdan so'rasin. Duoyim qabul bo'lmaydiganlardan bo'lib qolmay, Robbim meni kechir desin. Qarindosh urug'idan aloqasini uzib qo'ygan odam bugundan yarashsin. Mana shu ishlarni qilib Qadr kechasiga kirib boraylik. Xo'p, Qadr kechalarini nima qilib o'tkazishimiz kerak? Qadr kechasida hammada reja bo'lishni boshlaydi. Reja qilamiz. Eng xato rejani aytaymi birinchi bo'lib. Eng xato reja bir joyga to'planib qadr qilaman deyishlik. Boshlaymiz darrov. To'rtta ulpat aytamizda qadr kechani bugun menikida o'tkazamiz deydi. Go'yoki shun bilan men savob olyapman. O'rtoqlarimni chaqirib to'playman, ayollar to'planamiz. Nima qilamiz? Qadr kechasini o'tkazamiz. Azizlarim, to'rtta ulpat to'plansa, nechtasi dunyo so'zi bo'ladi-yu, nechta zikr bo'ladi. O'zimiz ham shu ko'chada katta bo'lganmiz, ulfatchilik qilganmiz. Shunaqa takliflarga borganmiz. Domla bo'lib turib, "Ey, zikr qilaylik, voy, tasbih aytaylik" deb turib, orada yana dunyo aylanadi. To'plandikmi, dunyo so'zi bilan ovora bo'lamiz. Uni ustiga bir xilgisi o'rtoqlarini o'sha kunga to'plab oladi-da, uyda saharlik qilib beraman, iftorlik qilib beraman deb uydagilarga aytadiki, kirib, "Bugun Qadr kechasi uyimizga odamlar kelyapti, savob olish kerak, u qilish kerak" deydi-da, shunday adadini milliardlab farishta tushadigan kun, jannat bo'lib olishlik imkoniyati bo'lgan kunda ayolimizni oshxonada, somsaxonada o'tkazib qo'yamiz. U bechora ertamangacha bizning ulfatlarimizga ovqat qilish bilan ovora. Uni ham haqqi bor edi kechasi yig'lab duo qilishlikka. Ayollarimizni ham jannatda Rasulimiz alayhisalomga qo'shni bo'lish orzusi bor. Ular ham Hadicha Kubro onamiz bilan jannatda bo'lay deydilar. Nima uchun? Millionlab farishta keladigan kuni ularni oshxonaga qo'yib qo'yamiz. Shu kuni iloji boricha ziyofatni kamaytirish kerak. Dasturxonimizni soddalashtirishimiz kerak azizlar. To'planishlikdan o'zimizni olib qochishimiz kerak. Qolaversa, mana ustozim aytardilarki, biz o'sha madrasada o'qib yurgan kezlarimizda ham talabalar bir joyga to'planamiz desak, yo bir domlalardan iltimos qilsak, ustozimiz Alloh rahmat qilsin aytardilarki, uyingga shuncha mehmon kelib tursa, sen tashlab ketasanmi derdi. Seni uyingda farishtalar to'planib turibdi, duoyini yozaman, ibodatingni yozaman deb. Sen ulfatchilikka to'plangani ketding, sen ketgandan keyin ayollaring uxladi, uyda hech qanday ibodat bo'lmadi deb yozib chiqib ketadi. Oila davrasida bo'l derdilar. Haq bu azizlar. Oila davrasida bo'ling. Oila shuni kutsin har yili. Vazifa bering. Zero Ramazon kechasida, Laylatul Qadr kechasida ma'lum bir qilinadigan ibodat belgilanmagan. Mana buni qilish kerak, mana bu namozni o'qish kerak, bunday qilish kerak degan narsa yo'q.
Lekin shu kunni bedorlik bilan o'tkazishlik uchun vazifa yuklash kerak. Men yoshligimdan bilaman, otam Alloh rahmat qilsin, mingta qul huvallohu o'qisan deb yuklab qo'yardi. Uni o'qisang unday bo'ladi, buni o'qisang bunday bo'ladi desa sanab o'qirdik ekan, talashib tortishib. Endi o'ylab qarasak, bu o'sha tunni bedor o'tkazishlikka bo'lgan eng yaxshi uslub ekan. Bolalarimizga bo'lib qo'yaylik. Sen mingta qul huvallohu o'qiysan, sen mingta salovat aytasan. Qur'on o'qishni biladiganiga sen sura Yosinni o'qisan, xatm qilgin. Sen unday qilgin. O'sha tunlarimizni, qadr kechamizni yengilgina taomlar bilan, xurmolar bilan o'tkazib, iftorlikda ham shunday qilib yengil qilishlikni harakatida ko'proq e'tiborimizni ibodatga qaratsak edik, yil davomida xonadonimizda fayz bo'ladi. Baraka bo'ladi. Eng asosiysi gunohlardan qutulib shunday yengillashamiz. Mana shunday bir kechalarda o'tkazmoqligimiz lozim. Oysha onamiz so'ragan ekanlarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar men qadr kechasini topib qolsam nima deb duo qilay deganlarda, Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afwa wa'fu anni deb duo qil dedilar. Ya'ni, ey Allohim, sen kechiruvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan, meni gunohlarimni kechirgin deb duo qilgin dedilar. Mana shu duoni ko'proq qilish kerak ekan. Azizlar, qadr kechalarini hammalarimizga Alloh taolo nasib qilsin. Bir-birimizga uzr ma'zurlarimizni aytaylik. Sizlarni ranjitgan bo'lsak bizlarni, bizlar esa sizlarni kechiraylik. Do'st va og'aynilar bir-birimizni kechiraylik. Bugun o'zi kechirim so'rashga bir-birimizga haqlimiz, chunki hammamiz bir-birimizni orqamizdan gapiramiz. Internet olamida bir-birini yomonlamagan qolmadi. Ertaga qiyomatda buni javobini o'ylashlik esa hech kimning hayolida yo'q. Bugun uzr so'raydigan, bir-birimizdan o'tinib kechirim so'raydigan tunlar. Chunki Alloh bizni 83 yil 4 oylik ibodat savobini berib, shu kunga qilgan gunohlarimizni kechirgan bir pallada biz bir-birimizni kechirishni o'rganishimiz kerak.